Qasoskorlar 5 filmi uchun 4 ta tizer ketma-ket namoyish etildi. Dastlab ular internetga sizib chiqdi, keyin esa Marvel tomonidan rasmiy tarzda taqdim etildi. Bu tizerlar Avatar 3 filmining oxirida har hafta bittadan ko'rsatildi va natijada 4 hafta davomida biz 4 ta alohida lekin o'zaro bog'liq tizerlarga ega bo'ldik. Bugun biz shu 4 ta tizerni ko'rsatilgan barcha belgilarni, qasoskorlar 5 aslida qayerdan boshlanishi va Doktor Doom nimani ko'zlayotganini tahlil qilamiz. Bu oddiy reaksiya emas. Bu film oldi katta nazariya bo'ladi. Agar video sizga qiziq bo'lsa, oxirigacha tomosha qilishni maslahat beraman. Demak, biz boshladik. Agarda siz YouTube'da faqatgina shorts ko'rish uchun vaqt o'tkazsangiz, Samba.uz aynan siz uchun qiziqarli shortslar va editlar yaratib beradilar. Kanalga o'tib, Kinomio kanalidan salom yo'llashni unutmang. Birinchi tizer Stiv Rojers va vaqt buzilishi. Birinchi tizer to'liqligicha Stiv Rojersga bag'ishlangan. Bu juda ham muhim, chunki biz qasoskorlar final filmidan keyin aynan Stiv Rojers taqdiri qanday bo'lgani bilan qiziqib qolgan edik. Bilamiz, Stiv cheksizlik toshlarini o'z joyiga qaytarish uchun vaqt oqimiga kirib ketgan edi va oxir oqibatda Peggy Carter bilan qolishni tanlaydi. U o'tmishda yashaydi, hayot kechiradi va ehtimol farzandli ham bo'ladi. Bir necha oy oldin aka-uka russolar shunday degan edi. Qasoskorlar final filmi to'g'ridan-to'g'ri Qasoskorlar 5 filmiga ulanadi. Bu qanday bo'lishi mumkin edi? Javob aynan shu tizerda yashiringan ekan. Gap shundaki, Stiv Rojers o'tmishda qolishi bu vaqt oqimining buzilishi. Balki Hulk va Sam vaqtni sanab turgan paytda Stiv boshqa hayotni tanlaydi. Bu esa ko'zga ko'rinmas, lekin juda ham katta oqibatlarga olib kelgan hodisa. Va aynan mana shu vaqt buzilishi Doktor Doomni e'tiborini tortadi. Mening taxminimcha, Doom vaqt bilan bog'liq qandaydir katta yo'qotishga uchragan, balki o'z olami, balki o'z oilasi, balki kelajagi yo'q bo'lgan. Shu sabab u vaqtni buzgan shaxslarni ovlashga qaror qiladi va bu ro'yxatning boshida Stiv Rojers turadi. Ammo bitta savol, agar Doktor Doom Stivning oldiga borsa, uni darhol yo'q qilishi mumkin edi. Demak, bu yerda qandaydir hodisa bo'ladi va Stiv tirik qoladi. Bu esa endi oldinda ochilmaydigan sir bo'lib qolmoqda. Stivning farzandi asosiy kalit bo'lishi mumkin. Tizerda ko'rsatilgan chaqaloq bejiz emas. Marvel hech qanday tasodifiy kadrlarni qo'ymaydi. Buni juda ham yaxshi bilamiz. Agarda bu bola haqiqatan ham Stiv Rojersning farzandi bo'lsa, savol tug'iladi. Nega Doktor Doomga aynan bola kerak? Franklin Richards nega kerakligini bilamiz. Unda ulkan qudrat bor, ammo kapitanning farzandicha. Bu yerda ehtimol shunday javob bo'lishi mumkin. Bolalarda qandaydir vaqt yoki kosmik kuch bilan bog'liq qobiliyat mavjud va Doom aynan shu kuchlarni yig'moqda. Ikkinchi tizer to'liqligicha Thorga bag'ishlangan. Bu tizer chiqqach, bolalar haqidagi taxminim yanada kuchaydi. Thor jang oldidan Odindan yordam so'raydi. U qo'rqyapti, demak, ular qarshi chiqayotgan kuch juda ham katta. Bu sahnada Thorning qizi Sevgi og'ir ahvolda ko'rsatiladi. Biz bilamizki, Sevgi abadiylik kuchi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bu haqida ham teoriya qilganman va Sevgining o'zi ham Marvel olamida ulkan kuch sifatida talqin qilingan bo'lishi mumkin. Mening taxminimcha, Doktor Doom Sevgini o'g'irlab, uning kuchini so'rib olgan bo'lishi mumkin. Endi qarang, Franklin Richards, Stiv Rojersning farzandi, Sevgi uchovida ham kelajakni o'zgartira oladigan katta kuch bo'lishi mumkin. Demak, Doktor Doom faqat bolalarni o'g'irlayapti. Uchinchi tizer X odamlarga bag'ishlangan. Bu yerda asosiy urg'u shundaki, ular qaytdi va vaqt o'tgani aniq ko'rinyapti. Magneto qarigan, Siklop va Professor X yana sahnada. Bu tizer ko'proq shuni anglatadiki, jang faqatgina qasoskorlar bilan cheklanmaydi. Bu butun olam miqyosidagi to'qnashuv. Sirli oyoq sahnasi haqida ham ko'plab taxminlar bor. Kimdir Galactus dedi, kimdir esa boshqa personajlarni aytyapti. Menimcha bu masala hozircha ochiq qoladi va filmda aniq javobni olamiz. 4-tizerda vakandaliklar va fantastik to'rtlik ko'rsatiladi. Bu eng muhim nuqta. Fantastik to'rtlik filmining oxirida Doktor Doom Franklin Richardsdan faqat kuchini olib, o'zi qochib ketgan bo'lishi mumkin. Reed Richards esa Doom qayerga ketganini aniqlaydi va u Yer 616 ga qochganini biladi. Shu sabab fantastik to'rtlik Vakandaga keladi. Mbaku va Shuri ularni kutib oladi. Bu yerda esa qasoskorlar 5 filmi voqealari rasman boshlanadi.
Xulosa qiladigan bo'lsam, bu 4 ta teaser tasodifiy emas. Ular bitta narsani ko'rsatmoqda. Doktor Doom bolalar orqali kelajakni boshqarishni xohlayapti. Bu faqatgina mening taxminim albatta. Agar bu taxmin to'g'ri bo'lsa, Qasoskorlar 5 Marvel tarixidagi eng qorong'u va eng katta film bo'ladi. Bu men payqagan belgilarim va film oldi taxminlarim edi. Agarda sizda boshqacha fikrlar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang va 4 ta teaserdan qaysi biri sizga ko'proq yoqdi? Albatta fikrlaringizni kommentariyada kutaman. Agarda hech narsani tushunmagan bo'lsangiz, Telegram kanalimga o'tib qo'ying. U yerda chatda muhokamani davom ettiramiz. Yangi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.